Xayr. Bo'ldi-da endi jo'nang bu yerdan. Birgala omadsizlar, noshukur tentaklar. Ortiq turqingizni ko'rmay, kuningiz rasvo o'tsin. Xudo haqqi, hayotimdan chiqib ketsangiz bas. Ha, chin yurakdan yo'qoling deyapman. Sen mashinani o'zing pulingga olasanmi? Nima sen pul ishlab topasanmi sen? Unda qayerdan keladi? Osmondan tushmaydi-yu. Men o'zim ishlab topaman, o'zimga o'zim sarflayman. Men lekin biror marta o'zim pul ishlab topmaganman. Hammasini adam berardilar. Kimni tanlayotgan qiziq ketyapman. Men tanlarmikan? Senga bo'q bormi men turganimda? Men qo'pol gapiray. Salom. Meni kimligimni bilasanmi yo'q bilmadim-ku. Lekin shu SMS-ni senga yozmoqchi bo'ldim. Gapiraman dedim. Tilimni 3 yoshligimda tishlab olganman. Ona-dona qilib gapirsang, erkaklarga shunaqasi yoqadi. Yoniga borganda sizni yaxshi ko'raman-da. Yaxshi ko'raman deb aytdim-da. Yo'q, sen yaxshi ko'yaman bir balola deyapsan. Yaxshi ko'yaman. Ko'raman degan ko'raman. Ko'raman deyapman mana men. Bugun vashshe qorayib ketibsan-a? Mami, endi quyosh ko'p bo'lgandan keyin qorayadi. Men buni so'radim, kimsan deyapman? Nima yigitimga telefon qilasan, tushunmayapman. Qattaligini aytsang, borib basharangga gapiraman, qani? O'zbekiston 24da Xitoyda bo'ron bo'layotganini aytishdi. Ha, men eshitdim, shuning uchun xavotir olyapman. TSB banki yonida yashaymiz. O'tdagi pullarni bizga o'chirib kelib qolsa, uni nima qilaman? Pullarni qayerga ishlatishni ham bilmayman-ku hozir. Ana maktabda toza havo yo'q. Shuning uchun men oynaga yaqin joyda o'tiraman. Oyna ochiq bo'lsa yaxshi havo keladi. Sassiq hidlar ketadi. Lekin ba'zida o'tdan ham tuxum hidi keladi. Menga oyim qilgan mochichiri yoqadi. Ustiga piyozlar solib, mazali qilib beradilar. Oyini qo'llari shirin ekan-da. Ha, va shirin. Borib yalab ko'rsang bo'ladi. Qo'llari rosa shirin. To'g'ri, lekin erkaklar ham temirdan yasalmagan. Lekin jabr yumshoq ham bo'lib ketish kerak emas-da. Yastumu latdami nima u? Nimaga o'zini bunaqa tutyapti? Chidasinch, erkak kishi chidash kerak. Eshitama. Assalomu alaykum, TSB bankdan bezovta qilamiz, kredit olmoqchi ekansiz. Ha? Nech pul olmoqchisiz opa? 5 million. Maqtni uy so'rayapmiz, mashina so'raymiz. Ko'tarsang erkak bu bo'lmasa yashtirib qo'y, nima degani bu?